Bu kvartiramizni umumiy maydoni 38 metr kvadrat, tayyor remont holatida bo'ladi. Ikkinchi etajdan 16-etajgacha xohlagan etajingizdan subsidiyaga, birlamchi ipotekaga, bitta pasport va boshlang'ich to'lov evaziga qilib beramiz do'stlar. Boshlang'ich to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Nima uchun faqat Telegram deb turibmiz? Bu uylarimizda mana hozir yangi topshirilgan payti, hozir biz Toshkent viloyati Zangiota tumani Sokin makon turar joy majmuasiga kelganmiz. Lokatsiyasi Sergeli Yangi hayot 5-bekat metroni ko'pchilik bilsa kerak. O'sha 5-bekat metroga 2 kilometr radiusda joylashgan domla hisoblanadi. Qisqasi zo'r lokatsiya. Yo'l narigi beti Toshkent shahar, bu yoq tarafi Toshkent viloyati. Aqlli lokatsiya. Tez kunlarda bu yoqlar ham Yangi hayot tumanlariga kiradi. Nima uchun Telegramga qo'shilib olinglar deymiz? Hozir mana sotuvga chiqqan payti uylar narxi arzon bo'ladi. Keyin kvartiralarni xarid qilinishi ko'paygani sababli, kvartiralar tanqisligi sababli narx o'zgarib qoladi do'stlar. Ya'ni ko'tariladi konkretni. Hozir olib qolsanglar arzoniga olib ketaverasizlar, keyinchalik qimmatga mana shu uylarni olib ketishingiz mumkin. Shuning uchun ham Telegramga o'tib olib, boshlang'ich to'lovlarni ko'rib, etajiga qarab, pulingiz yetsa, sразу pastdagi nomerlarga telefon qilib, kelib ko'rib, barakasini qilib olib ketaverasizlar. To'liq ma'lumotlarni telefonda ham berib qo'yaveramiz. Rahmat hammaga. Like bosib qo'yinglar, savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar.